Chang havoda qanday tibbiyot maskalaridan foydalanishimiz kerak? Albatta, changli havoda tibbiyot maskasidan foydalanishimiz kerakligini hammamiz yaxshi bilamiz. Lekin bunday niqoblarni qanday turini tanlash kerakligini bilamizmi? Keling tushuntiraman. Oddiy tibbiyot maskalari yirik chang zarralarini qisman ushlaydi, lekin PM2,5 darajasidagi mayda zarralarni filtrlamaydi. PM? What? PM2,5 yoki PM10 bu havo tarkibidagi chang va boshqa zarrachalarning hajmini ifodalaydigan o'lchov birliklari. U havo tarkibida uchib yuruvchi mayda qattiq zarrachalar yoki suyuq tomchilar bo'lishi mumkin. PM raqamlari zarralarning diametri mikrometr bilan o'lchaydi. AQShning Milliy sog'liqni saqlash instituti tomonidan o'tkazilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, PM2,5 zarralari ko'p bo'lgan sharoitda N95 maskalaridan foydalanish nafas olish yo'llarini himoya qilishda yuqori samaradorlikni ko'rsatadi. 2019-yilda o'tkazilgan Xitoy tadqiqoti esa FFP2 standartidagi tibbiyot niqoblari chang bosimi yuqori bo'lgan joylarda maska taqish nafas olish yo'llarini tozalash yukini kamaytirishini isbotladi. Bu N95, FFP2 maska nima deyapsiz? Qaysi birini qachon ishlatamiz deysizmi? Har ikkisi ham havodagi mayda zarrachalardan himoya qiladi. Virus tarqalishi bo'lgan hududlarda samarali ishlatiladi va eng asosiysi qulay nafas olish uchun mo'ljallangan va uzoq vaqt taqish imkonini beradi. Shu bilan 90 soniya bo'ldi. Sizlar bilan Fazliddin. O'zingizni asrang.